Xabaringiz bor, ayni kunlarda mamlakatimiz bo'ylab mahalla yoshlari o'rtasida o'tkaziladigan 5 tashabbus olimpiadasi doirasidagi Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalariga chin ma'noda yoshlarga yangi imkoniyatlar bermoqda. Futbol hamda mini futbol bo'yicha o'tkazilayotgan musobaqalarda ko'plab yoshlar o'zlarining jismoniy mahoratlarini namoyish qilishmoqda. Mazkur yo'nalishda Qumqo'rg'on tumani bosqichida g'oliblikni qo'lga kiritgan yoshlar taqdirlandilar. Bugun mamlakatimizda yoshlarning intilishlari har jihatdan qo'llab-quvvatlanmoqda. 5 tashabbus olimpiadasi doirasida tashkil etilayotgan musobaqalar esa ularga yangi imkoniyatlar eshigini ochyapti. 5 tashabbus olimpiadasi doirasida Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalariga mahallalardagi 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar jalb etilmoqda. Futbol hamda mini futbol bo'yicha Qumqo'rg'on tumanida ham o'tkazilgan musobaqalarda 61 ta mahallalardan 1500 nafarga yaqin yoshlar qamrab olindi. Mazkur yo'nalishdagi tuman bosqichi uchrashuvlarda eng kuchli jamoalar g'alaba qozonishdi. Xususan mini futbol bo'yicha o'g'il bolalar o'rtasida birinchi o'rinda Navbahor mahalla fuqarolar yig'ini jamoasi qo'lga kiritgan bo'lsa, qiz bolalar o'rtasida Kattako'l mahalla fuqarolar yig'ini vakillariga teng keladigani topilmadi. Futbol bo'yicha esa O'zbekiston 5 yilligi mahalla fuqarolar yig'ini yigitlari yaqqol peshqadam bo'ldilar. Ularning yutuqlari taqdirlash marosimida o'tkazilgan bayramona tadbirda yana bir bor e'tirof etildi. Tadbirda so'z olganlar an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan mazkur musobaqalar yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, futbolni ommalashtirish, iqtidorli yoshlarni aniqlashda muhim ahamiyat kasb etayotganligini ta'kidlab, g'olib bo'lgan jamoa vakillarini tabriklashdi. Shundan so'ng futbol hamda mini futbol bo'yicha tuman bosqichida birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarni qo'lga kiritgan yoshlarga diplom, medal hamda esdalik sovg'alar topshirildi. Endilikda g'oliblikni qo'lga kiritgan jamoalar viloyat bosqichida peshqadamlik uchun yana bir bor o'zlarining jismoniy mahoratlarini namoyish qiladilar. Umuman olganda Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalari havaskor sportchilarning professionallik sari dadil odimlashlariga turtki bermoqda.